Assalomu alaykum. Bugun raqamli avlod qizlari ishtirokchilaridan loyihamiz tarixini qanchalar yaxshi bilishlarini tekshirib ko'ramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ozgina sizga savollarimiz bor, maylimi bersak? Raqamli avlod qizlari tadbiri bu yil nechinchi marta o'tkazilyapti? 5-chi marta. 5-chi. Bu yil 5-chi marta o'tkazilyapti. 2-chi. Adashmasam 5. To'g'ri? 3-chi yo 4-chi marta? Bu yil 1-chi marta. Manimcha. Oldingi yil ham qatnashgansiz, to'g'rimi? 2024-yilgi raqamli avlodda ham qatnashgansiz. 2025-yilda ham qatnashyapsiz. Aynan eng katta farq nima deb o'ylaysiz? 2024-yil bilan 2025-yilgi farq. Farq. Raqamli avlod qizlarida qanday farqlar bor? Farq. Shuni aytish kerak, 2024-2025da ham tashkillashtirish juda ham yaxshi bo'lgan. Oromgohni joylashini o'zgargani, ya'ni Renesansga ko'chgani. Toza havo, Toza tanga havo. davo. Shunaqa tog' oldiga ko'chgani. Raqamli avlod qizlar tadbirida hozirga qadar qancha ishtirokchi qamrab olingan? 200 ga yaqin ishtirokchi mavjud. Har yili 100 tadan bo'lsa 500 dan? 500 dan 500. 5 ming? Menimcha. Bu yilni o'zida 5000 ga. Bu yil 5000, o'tgan yili adashmasam 3000 dan ziyod vaqtida 1000 ga yaqin. 5000 ta. Hozir 5000 ta. Anig'ini bilmadim. 500-300 bo'lsa kerak qizlar. Bundan ko'p bo'lsa ham kerak. Raqamli avlod qizlarida bugungi kunga qadar nechta loyiha ishlab chiqilgan? I don't know. I honestly don't know. 80 dan oshiq. Unisidan bilmayman lekin. 50 ta ortiq. Masalan, ular 1000 ga yaqin bo'lishi mumkin. 400 dan ortiq. 50 ga 60 ga yaqin. Mazkur tadbirning bu yilgi g'oliblari qaysi davlatga ta'lim sayohati uchun yo'llanmani qo'lga kiritishadi? Amerikaga. Bizga aytishdi, sir deyishdi, lekin men o'ylayapman probably USA. Well, okay. Thank you. Bye. Qo'lga kiritishadi. Rahmat. Amerika davlati. Amerika. Qoraqalpog'istondan keldingiz shu loyihaga. Albatta. Qoyili. Qalay endi natijalar, o'rganishlar, bilimlar? Bilimlar qadriyati juda zo'r, juda kuchli va o'zlarining tajribali mentorlar bizlarga kundalikda o'zlarining seminar treninglarini o'tmoqda. Seminar treninglar juda qiziqli bo'lyapti. Ham bizlar ulardan o'zlarimizga kerakli bo'lgan bilimlarni olmoqdamiz. Raqamli avlod qizlar tadbiri bu yil nechanchi marta o'tkazilyapti? Raqamli avlod qizlari 5-marotaba o'tkazilmoqda. Ikkinchi savol, raqamli avlod qizlar tadbirida hozirga qadar qancha ishtirokchi qamrab olingan? Ushbu loyihamiz 5 yil davomida mana shu IT sohasida loyiha ishlaydigan qizlarni inobatga olayotgan bo'lsa 7000 dan ziyod qizlar, loyihasi bor qizlar qamrab olingan. Raqamli avlod qizlarida bugungi kunga qadar nechta loyiha ishlab chiqilgan? Rasman g'oyadan loyihaga o'tgan raqamlar haqida aytadigan bo'lsak, 400 dan ziyod g'oyadan loyiha darajasiga o'tkazilgan raqamni aytishimiz mumkin. Qoyil. Mazkur tadbirning bu yilgi g'oliblari qaysi davlatga ta'lim sayohati uchun yo'llanmani qo'lga kiritishadi? Bu yili g'olibalarimiz hozircha sir bo'lib tura qolsin.